Humoyun. Juda ko'p. O'zbekistonni baqirishga o'xshamayapti bu. Qani O'zbekiston? Mana ular bo'la O'zbekiston aka. Jangni ko'rdik. Nima deb o'ylaysiz? Yaxshi tayyorgarlik ko'rganingizdanmi, omad kelib qoldimi yoki sabrdanmi, nimadan bo'ldi hozirgi bu holat? Bu omad kelib qolmaydi, mehnatdan keyin keladi omad. Birinchi udar o'tkazib yubordim. Keyin o'sha udar Qo'qonni shapalag'ini esimga solib keyin kerak edi, mana shunaqa bo'ldi. Xudoga behisob shukr. Qarang, shuncha odam kelgan orqamizda. Har bittalaringni mana shu yerda yuragimda o'rnilaring bor. Hammalaringni yaxshi ko'ramiz. Har doim aytaman, sizlarsiz biz hech kim emasmiz. Sizlar kelmasalar bunaqa janglar tashkil qilinmaydi. Muxlis